Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va kanalimizning aziz obunachilari. Bugun siz bilan o'ta muhim, so'zma-so'z aytganda har bir O'zbekiston fuqarosiga daxldor bo'lgan masalalarni muhokama qilamiz. Bu sizning kelajakdagi xotirjamligingiz va davlat xizmatlaridan muammosiz foydalanishingiz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Agar bugun men aytadigan narsalarni e'tiborsiz qoldirsangiz, ertaga jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu ogohlantirish emas, bu amaliy tavsiyadir. Shuning uchun diqqat bilan tinglang va hozir aytiladigan barcha qadamlarni zudlik bilan amalga oshiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlar imkon qadar ko'proq odamlarga yetib borishi shart. Muammoning mohiyati shundaki, mamlakatimizda davlat xizmatlarini ko'rsatish tizimi jiddiy o'zgarishlarga duch kelmoqda. Avvallari esingizda bo'lsa, har bir davlat idorasiga alohida borishga majbur edik. Masalan, pasportingizni almashtirish uchun pasport stoliga borasiz, istir olish uchun soliq idorasiga, kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish uchun kadastr agentligiga murojaat qilasiz. Hamma joyda navbatlar, turli hujjatlarni to'plash, nusxa ko'chirish, anketalar to'ldirish, imzolarni qo'yish. Bularning hammasi vaqtingizni va asablaringizni olardi. Hatto bir xil ma'lumotlarni qayta-qayta taqdim etishga to'g'ri kelardi. Chunki turli idoralar o'rtasida ma'lumot almashinuvi to'liq yo'lga qo'yilmagan edi. Ba'zan oddiy bir ma'lumotnoma olish uchun ham bir necha kunlab vaqt sarflanardi. Bu nafaqat fuqarolarga, balki davlat idoralariga ham qo'shimcha yuk edi. Qog'ozbozlik, yig'majidlar, ularni saqlash, bularning barchasi eskirgan tizimning ajralmas qismi edi. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgardi. Prezidentimiz rahnamoligida Raqamli O'zbekiston strategiyasi doirasida barcha davlat xizmatlari bosqichma-bosqich yagona raqamli platformaga o'tkazilmoqda. Endi bu shunchaki qulaylik emas, balki ko'plab muhim xizmatlardan foydalanishning yagona va majburiy shartiga aylanib bormoqda. Eng muhim o'zgarishlardan biri bu raqamli fuqarolik identifikatsiya tizimi, qisqacha arfitning joriy etilishi va MI. Govuz yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining yangi talablaridir. Bu tizim har bir fuqaroning shaxsiy ma'lumotlarini markazlashtirib, uni barcha davlat organlari va tashkilotlari bilan bog'laydi. Sizning elektron imzoingiz imzo esa bu raqamli dunyoga eshik ochadigan yagona kalit vazifasini o'taydi. Demak, eski usullarda qog'ozlarda yurish davri o'z nihoyasiga yetmoqda va endilikda har bir fuqaro o'zining raqamli identifikatorini to'liq tartibga solishi shart. Aks holda eng oddiy davlat xizmatlaridan tortib eng muhim huquqiy amaliyotlargacha qiyinchiliklar yuzaga keladi. Keling, endi kimlar ayniqsa xavotirga tushish kerakligini va nimalarni bilishi lozimligini batafsil ko'rib chiqamiz. Aslida bu masala har bir O'zbekiston fuqarosiga tegishli. Ya'ni hech kim chetda qolmaydi. Ammo ayrim toifadagi fuqarolar uchun bu ayniqsa dolzarbdir. Birinchi navbatda nafaqaxo'rlarimiz, tasavvur qiling, 75 yoshli mavzuda opa. U oldin har oy nafaqa olish uchun pochta bo'limiga yoki bank kassasiga borardi. Navbatda turardi, ba'zan salomatligi to'g'ri kelmasdi. Endi nafaqalar va boshqa ijtimoiy to'lovlar raqamli tizim orqali to'g'ridan-to'g'ri fuqaroning bank kartasiga o'tkaziladi. Agar mavzuda opaning shaxsiy ma'lumotlari RFID tizimida to'liq yangilanmagan yoki tasdiqlanmagan bo'lsa, uning nafaqa to'lovlarida uzilishlar, kechikishlar yuzaga kelishi mumkin. Bu esa yoshi ulug' onaxonimiz uchun juda katta muammo bo'ladi. Hatto oddiygina poliklinikaga borib, shifokor qabuliga yozilish ham yangi tizimda mavzuda opaning raqamli identifikatoriga bog'lanadi. Uning tibbiy kartasi, oldingi kasallik tarixi, barcha tibbiy ma'lumotlari RFID tizimidagi shaxsiy profili bilan bir butun bo'ladi. Agar uning ma'lumotlari to'g'ri bo'lmasa, uni shifoxonada ro'yxatdan o'tkazishda, dori-darmonlar uchun imtiyozli retsept olishda yoki hatto tez tibbiy yordam chaqirishda ham qiyinchiliklar yuzaga kelishi ehtimoli juda yuqori. Shu bois mavzuda opa kabi barcha keksa yoshli fuqarolarimiz yaqinlaridan yoki davlat xizmatlari markazlari xodimlaridan yordam so'rab, o'z raqamli identifikatorlarini tekshirib olishlari shart. Ikkinchi misol, yosh tadbirkor Alisher. U xususiy korxona ochib, o'z biznesini rivojlantirmoqchi. Ilgari tadbirkorlik subyektini ro'yxatdan o'tkazish uchun bir nechta idoraga borishga, hujjatlar yig'ishga, anketalar to'ldirishga to'g'ri kelardi. Bu jarayon bir necha kun, ba'zan hatto haftalab vaqt olardi. Hozirda esa tadbirkorlikni ro'yxatdan o'tkazishdan tortib, litsenziya olish, bank hisobvaraq ochish, soliq hisobotlarini topshirish, import-eksport operatsiyalarini amalga oshirishgacha bo'lgan jarayonlarning deyarli 90,000% dan ortig'i may
Govuz portali orqali raqamli tarzda amalga oshiriladi. Agar alishlarning elektron imzosi e-imzo bo'lmasa yoki RFI tizimidagi shaxsiy ma'lumotlari to'liq tasdiqlanmagan va yangilanmagan bo'lsa, u tadbirkorlik faoliyatini boshlay olmaydi. Banklar unga hisob varaq ochishdan bosh tortadi. Chunki uning raqamli identifikatsiyasi tasdiqlanmagan bo'ladi. Tenderlarda qatnasha olmaydi. Davlat xaridlari bo'yicha shartnomalar tuza olmaydi. Chunki barcha jarayonlar aynan raqamli identifikator orqali amalga oshiriladi. Hatto o'zining xodimlariga oylik maosh to'lashda ham muammolar yuzaga kelishi mumkin. Chunki soliq hisobotlari to'liq raqamli bo'ladi. Demak, tadbirkorlar uchun bu shunchaki qulaylik emas, balki biznes faoliyatini yuritishning asosiy shartiga aylanmoqda. Uchinchi misol, maktab o'quvchisi onasi Dilfuza. U farzandini yangi maktabga o'tkazmoqchi yoki bolalar bog'chasiga ro'yxatdan o'tkazmoqchi. Ilgari maktab yoki bog'cha ma'muriyatiga borib ariza yozish, tug'ilganlik guvohnomasi, tibbiy ma'lumotnoma kabi bir qancha hujjatlarni taqdim etish zarur edi. Endi esa maktabga qabul, bir sinfdan ikkinchisiga o'tkazish, turli to'garaklarga yozilish, hattoki darsliklar uchun to'lovlarni amalga oshirish kabi xizmatlarning aksariyati Govuz orqali onaning shaxsiy raqamli identifikatori bilan amalga oshiriladi. Agar Dilfuzaning o'zining RFI ro'yxati to'liq bo'lmasa, uning farzandiga oid ma'lumotlarni yangilashda, uning o'qish joyini o'zgartirishda yoki yangi xizmatlardan foydalanishda jiddiy muammolar paydo bo'ladi. Misol uchun, maktabga qabul jarayonlari onlayn shaklda bo'ladi. Agar ona RFI tizimida to'g'ri qayd etilmagan bo'lsa, uning arizasi tizim tomonidan qabul qilinmaydi va farzandini maktabga joylashtirishda ortiqcha xarajatlar va vaqt yo'qotishlarga duch kelishi mumkin. Demak, kim xavotirga tushmasligi kerak? Aslida deyarli hech kim. Hattoki siz davlat xizmatlaridan kamdan-kam foydalansangiz ham, kun kelib pasportingizni almashtirish, propiskaga qo'yish, yer uchastkasini rasmiylashtirish yoki oddiy bir ma'lumotnoma olishga to'g'ri keladi. Va aynan o'sha paytda agar sizning raqamli identifikatsiya ma'lumotlaringiz yangilanmagan bo'lsa, qiyinchiliklarga duch kelasiz. Shuning uchun hozirgi kunda har bir fuqaro uchun o'z raqamli identifikatorini tartibga solish majburiy vazifaga aylanib bormoqda. Endi esa istisnolarga, kutilmagan qiyinchiliklarga va unchalik ko'zga tashlanmaydigan nozik jihatlarga to'xtalib o'tamiz. Albatta, har qanday tizimda ma'lum istisnolar bo'lishi mumkin. Masalan, juda keksa yoshdagi, ya'ni taqdim yoshdan oshgan kishilar yoki jismoniy imkoniyati cheklangan fuqarolar uchun davlat xizmatlari markazlari yoki mahallalar tomonidan uyga borib xizmat ko'rsatish tizimi yo'lga qo'yilgan. Lekin bu ularni tizimdan butunlay ozod qilmaydi. Balki ularga yordam berish uchun yaratilgan mexanizmdir. Agar sizda internetga kirish imkoniyati yo'q bo'lsa yoki raqamli savodxonligingiz past bo'lsa, unda davlat xizmatlari markazlariga DXM murojaat qilib, ularning xodimlari yordamida o'z ma'lumotlaringizni yangilashingiz mumkin. Lekin ta'kidlash joizki, bu vaqtinchalik yechim bo'lib, kelajakda raqamli savodxonlikni oshirish har birimiz uchun zaruratga aylanadi. Chet el fuqarolari yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun esa boshqa qoidalar amalda bo'lib, bugungi videodagi ma'lumotlar asosan O'zbekiston fuqarolariga qaratilgan. Kutilmagan qiyinchiliklar va tuzoqlari kelsak, ulardan eng xavflisi bu firibgarlikdir. Afsuski, har qanday yangi tizim joriy etilganda firibgarlar ham faollashadi. Ular rasmiy portallarga o'xshash soxta veb-saytlar yaratib, sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, e-imzo kalitingizni yoki parolingizni o'g'irlashga urinishi mumkin. Doimo faqatgina rasmiy mayga Gov.uz saytdan foydalaning va veb-sayt manzilining to'g'riligiga http://my.gov.uz e'tibor bering. Hech qachon e-imzo kalitingizni, parolingizni yoki bank kartangiz ma'lumotlarini notanish shaxslarga yubormang. Davlat idoralari yoki banklar sizdan telefon orqali bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Ma'lumotlar xavfsizligi ham muhim masala. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz RFI tizimida saqlanadi va davlat ularning xavfsizligini ta'minlashga mas'uldir. Shunga qaramay, siz ham o'zingizga bog'liq bo'lgan chora-tadbirlarni ko'rishingiz lozim. Masalan, Govuz portaliga kirish uchun mustahkam, ya'ni murakkab parollardan foydalaning va ularni tez-tez o'zgartirib turing. Kompyuteringizda antivirus dasturining borligiga ishonch hosil qiling. Texnik nosozliklar ham ba'zan muammo tug'dirishi mumkin. Tizimning yuklanishi, internetda tezligining pastligi yoki brauzer sozlamalaridagi muammolar tufayli emas. Gov.uz portali orqali xizmatlardan foydalanishda uzilishlar yuz berishi mumkin. Bunday holatlarda biroz kutib qayta urinish
boshqa brauzerda kirish yoki texnik yordam xizmatiga murojaat qilish tavsiya etiladi. Eng asosiy muammolardan biri bu noto'g'ri ma'lumotlar. Agar sizning pasport ma'lumotlaringiz, manzilingiz STIR yoki JSHIR jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqamingiz tizimda noto'g'ri aks etgan bo'lsa, bu jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Bunday xatoliklarni davlat xizmatlari markazlari orqali, ba'zi hollarda soliq idorasi yoki mahalla fuqarolar yig'ini orqali tuzatish mumkin. Gov.uz portalining profil bo'limida ham ayrim ma'lumotlarni tahrirlash imkoniyati mavjud. Ammo eng muhimi, siz o'zingizning ma'lumotlaringizni muntazam ravishda tekshirib borishingiz kerak. Imzo muddatining tugashi ham esdan chiqmasligi kerak. Elektron imzolar ma'lum bir muddatga beriladi va uning muddati tugagach uni yangilash zarur. Yangilash jarayonini ham davlat xizmatlari markazlari orqali amalga oshirish mumkin. Nozik jihatlardan biri esa idoralararo ma'lumot almashinuvidir. Endi sizning RFT tizimidagi ma'lumotlaringiz yangilangandan so'ng ular barcha tegishli davlat idoralariga avtomatik tarzda yetib boradi. Bu sizga bir xil hujjatlarni qayta-qayta taqdim etish zaruratini kamaytiradi. Ammo bu shuni ham anglatadiki, siz kiritgan har qanday ma'lumotning aniqligi o'ta muhim. Bir joydagi xato boshqa barcha xizmatlarda muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Shaxsiy raqamli identifikatoringizni boshqa shaxsga boshqarishga berish, ya'ni unga ishonib topshirish tavsiya etilmaydi. Chunki bu sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz va huquqlaringiz bilan bog'liq. Faqatgina qonuniy vakillar, masalan, vasiylar bunday huquqqa ega bo'lishi mumkin. Bu tizim doimiy rivojlanishda va kelajakda undan ham ko'proq xizmatlar integratsiya qilinadi. Shuning uchun hozir qilishga sarflagan vaqtingiz kelajakdagi qulayliklaringizga investitsiyadir. Endi esa amaliy tavsiyalar, ya'ni aynan nimalarni qilishingiz kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, imzoingizni tekshiring. Uning muddati o'tmaganmi? Agar muddati o'tgan bo'lsa yoki umuman imzoingiz bo'lmasa, uni zudlik bilan oling yoki yangilang. Buning uchun davlat xizmatlari markazlariga DXM murojaat qilishingiz mumkin. Ko'pgina tuman va shahar DXMlarida imzo markazlari mavjud. Pasportingiz va stiringiz bilan borishingiz kifoya. Ikkinchi qadam, Gov.uz portaliga kiring. Imzoingiz yordamida saytga kirishni amalga oshiring. Agar Gov.uz portalida hali ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, birinchi navbatda ro'yxatdan o'ting. Saytning yuqori o'ng burchagida kirish tugmasini toping va imzo orqali kirish opsiyasini tanlang. Uchinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilang va tekshiring. Saytga kirganingizdan so'ng shaxsiy kabinetingizga o'ting va profil bo'limini toping. Bu bo'limda sizning pasport ma'lumotlaringiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, STIR, JSHIR va boshqa shaxsiy ma'lumotlaringiz ko'rsatiladi. Har bir qismini diqqat bilan tekshirib chiqing. Agar ma'lumotlar eskirgan bo'lsa yoki noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, ma'lumotlarni tahrirlash tugmasini bosing va yangi to'g'ri ma'lumotlarni kiriting. Ba'zi hollarda ma'lumotlarni tasdiqlash uchun hujjatlarning skanerlangan nusxalarini yuklash talab qilinishi mumkin. Masalan, yangi pasport yoki nikoh guvohnomasi nusxasi. Ayniqsa telefon raqamingizni tasdiqlash juda muhim. Chunki ko'plab bildirishnomalar va parolni tiklash shu orqali amalga oshiriladi. 4-qadam, bank hisobvaraqlaringiz va kartalaringizni bog'lash agar mavjud bo'lsa, ba'zi ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar yoki soliq qaytarish kabi xizmatlar uchun Gov.uz tizimi orqali bank kartangizni yoki hisobvaraqingizni bog'lash talab qilinishi mumkin. Bu jarayonni ham shaxsiy kabinetingizdagi tegishli bo'lim orqali amalga oshiring. 5-qadam, yordam so'rashdan cho'chimang. Agar yuqoridagi qadamlarni bajarishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, tushunarsiz joylar bo'lsa, o'z oila a'zolaringiz, farzandlaringiz, nabiralaringizdan yordam so'rang. Ularga ham bu videoni ko'rsating. Shuningdek, siz eng yaqin davlat xizmatlari markaziga DXM murojaat qilishingiz mumkin. DXM xodimlari sizga ushbu jarayonlarni amalga oshirishda to'liq yordam berishga majburdirlar. Mahalla fuqarolar yig'inlarida ham bu borada ma'lumot beruvchi mutaxassislar bo'lishi mumkin. Eng muhim eslatma muddat haqida. Garchi hozirda ushbu majburiyatni bajarish uchun yagona qat'iy oxirgi muddat belgilangan bo'lmasa-da, har bir kundan keyin yangi xizmatlar faqatgina shu raqamli tizim orqali taqdim etilmoqda. Ya'ni kechiktirgan har bir kun kelajakda sizga kutilmagan muammolar tug'dirishi mumkin. Aynan sizga qaysidir davlat xizmati kerak bo'lgan paytda. Raqamli identifikatoringizda muammo borligi sababli undan foydalana olmasligingiz ehtimoli juda yuqori. Shuning uchun buni zudlik bilan
bugün amalga oshirishingizni maslahat beraman. Hurmatli fuqarolar, unutmasligingiz kerakki, bu o'zgarishlar sizning hayotingizni yengillashtirish, bürokratik to'siqlarni olib tashlash va davlat xizmatlarini yanada shaffof va qulay qilish uchun qilinmoqda. Biroq bu qulayliklardan to'liq foydalanish uchun siz ham o'z hissangizni qo'shishingiz, ya'ni raqamli identifikatsiyangizni tartibga solishingiz shart. Buni kechiktirmang. Chunki bu sizning nafaqangiz, ishingiz, bolangizning ta'limi, sog'ligingiz va mol-mulkingiz bilan bog'liq muhim masalalarga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu videoni yaqinlaringizga, do'stlaringizga yuboring, ularni ham ogohlantiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Raqamli kelajak sari birgalikda qadam tashlaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.